Parafin terapiyasi haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Siz pedikyur mutaxassisiga bordingiz va sizga parafin muolajasini taklif qilishdi. Lekin bu muolaja sizga kerakmi, yo'qmi, o'zingiz uchun bilib oling. Parafin terapiya qanday xususiyatlarga ega? Parafin quruq va dag'al terini yumshatadi va chuqur namlaydi. Oyoq va qo'llardagi charchoq hissini ancha kamaytirishga yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Tovondagi mayda yoriqlarni kamaytirishda yordam beradi. Agar oyoq yoki qo'lingizda qonayotgan yoriqlar, yiringli yaralar, zamburug'li infeksiya, kuchli yallig'lanishlar bo'lsa, parafin terapiya sizga umuman tavsiya etilmaydi. Oldin asosiy muammo davolanishi kerak. Yana bir ma'lumot, qandli diabeti bor bemorlarga bu muolajani ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak. Sababi diabetda oyoqlarning sezuvchanligi pasaygan bo'lishi mumkin. Bemor parafin juda issiq bo'lganini bilmay qolib, kuydirib qo'yish xavfi bor. Biz podologlar odatda diabeti bor mijozlar bilan qanaqa ishlash yaxshi bilamiz. Shuning uchun pedikyur ustalariga bunaqa bemorlar bilan ishlayotganlarda oldin muammoni aniqlab, keyin tavsiya qilishlarini so'rab qolaman.